Esinglardami? 8600 Nokia. Nomi Luna bo'lardi. Lekin gap hozir bu Lunada emas, balki bizani Luna nomli yotoqxona to'plamiz haqida bo'ladi. Kravatimizning sargisida ishlatilgan materiali syomnik hisoblanadi, ya'ni buni bemalol yechib, o'zingizlar uydagi holatda yurib ishlatsanglar bo'ladi. Himchistga chaqirib, lishni pul ishlatib yurmaysiz. Ushbu komplektimizning kravati podъем mexanizmli bo'lib, bu bemalol sezonli narsalaringizni qo'yib ishlatishingizga yordam beradi va qo'shimcha shkaf vazifasini ham bajaradi. Bu komplektimizning yana bitta fishkasi, shkafimizda shimli uchun qo'shimcha veshelka o'rnatilgan. Komplektimizning shkafi 6 ta eshikli bo'lib, murskoy va женский seksiyalarga bo'lingan. Murskoy seksiyamizda 2 ta shtanga qo'yilgan, ya'ni ko'yniga va shimliga alohida. Undan tashqari, женский seksiyamizda bo'lsa, uzun ko'ynaklar uchun bitta joy qilingan va tagida 2 ta qo'shimcha tortmasi ham bor. Mebel komplektimiz 100% MDF dan qilingan va alyumin profillari bo'lsa, Turkiyadan keltirilgan. Tortmani qattiq yopganingizda ham bular taraqlab ketmaydi, chunki bularga davochik mexanizm ishlatilgan. Komplektimizda 6 ta elementdan iborat, 7-siga sofani bonus sifatida qo'shib beramiz. Komplektimizning narxi qiziq bo'lsa, kommentariyga Luna so'zini yozing va biz sizga narxini yozib yuboramiz.